Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyulgacha ayrim fuqarolar data ma'lumotnomani tayyorlab qo'ymasa, qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, subsidiya yoki nafaqa bo'yicha imtiyozlardan vaqtincha ayrilib qolishi mumkin. Bu gap faqat pensionerlarga emas, nafaqa olayotgan oilalarga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, o'quvchisini yo'qotganlarga, kam ta'minlangan oilalarga va ayrim qo'shimcha yordam oladigan odamlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulni saqlab qoladi. Kechikkan odam esa keyin idora yurib ovora bo'ladi. Avvalo muammoning o'zini oddiy qilib tushuntiraman. Oldin ko'p holatlarda odam bir marta hujjat topshirar edi. Keyin bir necha oy yoki bir necha yil davomida to'lov kelaverardi. Masalan, pensiyaga qo'shimcha ustama olsa, kam ta'minlangan oila bolalar nafaqasi olsa, nogironligi bo'lgan fuqaro kompensatsiya olsa, ayrim hollarda hujjatlar eski ma'lumotlar asosida yurardi. Lekin hozir tizimlar bosqichma-bosqich elektronlashyapti. Idoralar ma'lumotlarni bir-biri bilan solishtiryapti. Yashash joyi, daromad, oila tarkibi, nogironlik guruhi, talabalik holati, ishga kirgan-kirmaganlik, mulk bor yo'qligi tekshirilyapti. Agar bazada ma'lumot yo'q bo'lsa, eskirgan bo'lsa yoki bir idoradagi ma'lumot boshqa idoradagisi bilan mos kelmasa, qo'shimcha to'lov to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Eng muhim nuqta shuki, ko'pchilik men oldin topshirganman, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Mana shu fikr eng katta xato. Chunki qo'shimcha to'lovlar asosiy pensiya yoki asosiy nafaqadan farq qiladi. Asosiy to'lov sizning huquqingiz bo'lishi mumkin, lekin qo'shimcha ustama yoki yordam ko'pincha shartga bog'liq bo'ladi. Shart o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. Masalan, oila tarkibida bola 12 yoshga to'lsa, talaba o'qishni tugatsa, nogironlik muddati qayta tasdiqlanmasa, pensioner ishlashni boshlasa, yolg'iz yashovchi deb hisoblangan odamning uyida boshqa fuqaro ro'yxatdan o'tsa, yordam miqdori kamayishi yoki bekor bo'lishi mumkin. Endi men aytmoqchi bo'lgan 4 ta ma'lumotnomani birma-bir tushuntiraman. Birinchi ma'lumotnoma bu oila tarkibi va yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Ko'p qo'shimcha to'lovlarda aynan shu hujjat hal qiluvchi rol o'ynaydi. Nega? Chunki davlat sizga yordam tayinlayotganda siz yolg'iz yashaysizmi? Qaramog'ingizda kim bor? Voyaga yetmagan bola bormi? Uyda mehnatga layoqatli odam bormi? Ro'yxatda nechta fuqaro turibdi, shularni ko'radi. Misol uchun, 72 yoshli ona yolg'iz pensioner sifatida kommunal kompensatsiya yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha yordam olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin uning nevarasi vaqtincha shu manzilga ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, tizimda u endi yolg'iz yashamayotgandek ko'rinadi. Natijada to'lov savol ostida qoladi. Aslida nevara boshqa shaharda ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda ro'yxat shu uyda tursa, idora hujjatga qaraydi. Yana bir misol. Kam ta'minlangan oila 3 nafar farzand uchun yordam olyapti. Otasi norasmiy ishlaydi, onasi uy bekasi, katta farzandi kollejda o'qiydi. Agar oila tarkibi ma'lumotnomasida katta farzandning o'qishi yoki yashash holati to'g'ri aks etmasa, to'lov hisobida xatolik chiqadi. Ba'zan bir odam boshqa manzilga ko'chib ketgan bo'ladi, lekin eski uyda ro'yxatdan chiqmagan bo'ladi. Shunda oilaning jon boshiga daromadi noto'g'ri hisoblanadi. Natijada sizning oilangizda mehnatga layoqatli odam ko'p degan xulosa chiqishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda mahalla, migratsiya va pasport ma'lumotlarida oila tarkibi to'g'ri turibdimi? Shuni tekshiring. Ikkinchi ma'lumotnoma bu daromadlar haqida ma'lumot. Bu hujjat ayniqsa bolalar nafaqasi, moddiy yordam, subsidiya, kompensatsiya, ayrim ustamalar va kam ta'minlanganlik mezonlariga bog'liq to'lovlarda muhim. Daromad deganda faqat oylik ish haqi tushunilmaydi. Pensiya, nafaqa, aliment, stipendiya, ijara daromadi, yakka tartibdagi tadbirkorlik daromadi, dehqonchilikdan tushgan rasmiy daromad, bank orqali kelgan ayrim tushumlar ham hisobga olinishi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat, odam men ishlamayman deydi. Lekin soliq bazasida uning nomida faol yakka tartibdagi tadbirkorlik turadi. Faoliyat qilmayotgan bo'lsa ham bazada faol ko'rinsa, tizim daromad bor deb qabul qilishi mumkin. Shuning uchun daromad ma'lumotnomasi faqat ish joyidan olinadigan qog'oz emas, balki sizning rasmiy iqtisodiy holatingizni tozalab olish degani. Masalan, bir oilada ota 3 oy oldin ishdan bo'shagan, lekin korxona uni tizimdan vaqtida chiqarmagan. Oila bolalar nafaqasini uzaytirishga murojaat qiladi.
tizimda esa ota hanuz ish haqi olayotgandek ko'rinadi. Natijada ariza rad etilishi mumkin yoki aksincha. Odam haqiqatan ishlayapti, lekin ish joyi rasmiy ma'lumotni bermagan. Keyin tekshiruvda yashirilgan daromad aniqlansa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin. Shuning uchun 1 iyulgacha ish joyingizdan oxirgi oylar bo'yicha daromad ma'lumotnomasini, agar ishlamasangiz bandlik holatingizni, agar tadbirkor bo'lsangiz faoliyat holatingizni tekshirtiring. Men bilmasdim degan gap keyin ko'p yordam bermaydi. Chunki tizim hujjatga qarab qaror qiladi. 3-ma'lumotnoma bu pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy to'lov miqdori haqida ma'lumot. Bu ko'pincha odamlar e'tibor bermaydigan, lekin juda kerakli hujjat. Nega kerak? Chunki bir to'lov ikkinchi to'lovga ta'sir qiladi. Masalan, pensioner asosiy pensiya oladi. Ustiga nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov bo'ladi. Yana kommunal kompensatsiya yoki parvarish puli bo'lishi mumkin. Agar idoralar orasida pensiya miqdori noto'g'ri ko'rinsa, sizning umumiy daromadingiz noto'g'ri hisoblanadi. Bu esa qo'shimcha yordamni kamaytirishi yoki bekor qilishi mumkin. Oddiy hayotiy misol keltiraman. Bir pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Unga qo'shimcha 300 ming so'm kompensatsiya tayinlangan. Keyin pensiya indeksatsiya bo'lib, miqdor 1 million 350 ming so'mga chiqadi. Agar kompensatsiya sharti daromad chegarasiga bog'liq bo'lsa, yangi miqdor qayta hisoblanishi kerak. Ba'zan fuqaro buni bilmaydi. To'lov kelaveradi. Keyin bir necha oy o'tib sizga ortiqcha to'langan degan xabar keladi. Shuning uchun pensiya yoki nafaqa oladiganlar o'z to'lovlari bo'yicha rasmiy ma'lumotnomani olib, undagi summa sana, to'lov turi va shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri yozilganini tekshirishi kerak. 4-ma'lumotnoma bu imtiyozli maqomni tasdiqlovchi hujjat. Bunga nogironlik guruhi boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz pensionerlik, ko'p bolali oila maqomi, talabalik, vasiylik yoki homiylik, urush va mehnat faxriylari bilan bog'liq imtiyozlar, ayrim kasb yoki hududga tegishli ustamalar kirishi mumkin. Bu hujjatlarning eng xavfli tomoni shundaki, ayrimlari muddatli bo'ladi. Masalan, nogironlik guruhi 1 yilga berilgan bo'lishi mumkin. Muddat tugasa, odam hali ham sog'lig'i sababli ishlay olmasligi mumkin, lekin hujjat yangilanmaguncha tizim uni tasdiqlangan deb ko'rmaydi. Natijada qo'shimcha to'lov to'xtaydi. Bu yerda juda ko'p odam adashadi. Mening kasalligim o'zgarmagan, nega yana tasdiqlashim kerak degan savol bo'ladi. Men buni tushunaman, lekin tartib hujjat bilan yuradi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugagan bo'lsa, sizning holatingiz amalda og'ir bo'lsa ham rasmiy tizimda maqom yo'q deb chiqishi mumkin. Shuning uchun nogironligi bo'lgan fuqarolar, nogiron farzandi bor ota-onalar, boquvchisini yo'qotgan bolalar, talaba bo'lgan farzandlar bo'yicha qo'shimcha to'lov olayotgan oilalar hujjat muddatini albatta tekshirsin. Talaba 15 yoshdan oshgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlanmasa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ayrim to'lovlar to'xtashi mumkin. Endi kimlar ayniqsa xavotir olish kerakligini aniq aytaman. Birinchidan, oxirgi 1 yil ichida oilasida o'zgarish bo'lganlar, nikoh, ajrashish, bola tug'ilishi, bola 25 yoshga to'lishi, oila a'zosining vafoti, boshqa manzilga ko'chish, ro'yxatdan o'tish yoki chiqish bo'lgan bo'lsa, hujjatlarni yangilang. Ikkinchidan, pensiya yoki nafaqa ustiga qo'shimcha pul olayotganlar. Asosiy pensiyam kelyapti-ku deb xotirjam bo'lmang. Aynan ustama qismi shartga bog'liq bo'lishi mumkin. Uchinchidan, nogironlik muddati, talabalik ma'lumotnomasi, vasiylik qarori yoki daromad holati o'zgarganlar albatta tekshirtirsin. 4-dan, ariza topshirgan, lekin javob kelmagan yoki ko'rib chiqilmoqda holatida turgan odamlar ma'lumotlar bazasida xatolik yo'qligini aniqlasin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hech qanday qo'shimcha to'lov, ustama, subsidiya, kompensatsiya, moddiy yordam olmayotgan bo'lsangiz, faqat oddiy ish haqi olib ishlayotgan bo'lsangiz, bu mavzu sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin oilangizda pensioner ota-ona, nafaqa oladigan qarindosh, nogironligi bo'lgan farzand, boquvchisini yo'qotgan bola yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olayotgan kishi bo'lsa, baribir tekshirib qo'ygan yaxshi. Ko'pincha pulni yo'qotayotgan odamning o'zi internet ko'rmaydi, hujjat tartibini bilmaydi, idoraga borishga qiynaladi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining hujjatiga qarab qo'ysin. Endi istisnolar va ko'rinmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, hamma hujjatni qog'ozda olib yurish shart bo'lmasligi mumkin.
Chunki ayrim ma'lumotlar elektron bazadan olinadi. Lekin elektron bazada xato bo'lsa, siz baribir tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishga majbur bo'lasiz. Demak, hammasi elektron bo'lib ketgan deb beparvo bo'lish noto'g'ri. Elektron tizim yaxshi, lekin u ham kiritilgan ma'lumotga tayanadi. Ma'lumotni odam kiritadi, odam esa xato qilishi mumkin. Ismda bitta harf xato. Pasport seriyasi eski, tug'ilgan sana noto'g'ri, manzil yangilanmagan, shuning o'zi arizani ushlab qoladi. Ikkinchi nozik jihat hujjat muddati. Ba'zi ma'lumotnomalar 1 oy, ba'zilari 3 oy, ba'zilari 6 oy davomida amal qiladi. Siz mart oyida olgan ma'lumotnomani iyulda topshirsangiz, idora muddati o'tgan deyishi mumkin. Shuning uchun hujjatni juda erta olib qo'yish har doim foydali emas. Eng to'g'ri yo'l. Avval qaysi to'lov uchun qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Keyin 1 iyulgacha yetadigan muddatda oling. Agar ariza topshirish oynasi yaqin bo'lsa, ma'lumotnoma yangi bo'lgani yaxshi. Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan odam hujjatni yangilamagan bo'lsa ham pul bir necha oy kelib turadi. Odam demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin keyin tekshiruv bo'lganda shart buzilgani aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, talaba o'qishni yanvarda tugatgan, lekin oilaga boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha to'lov uyingacha kelgan. Keyin tizim o'qish tugaganini ko'radi va 5 oylik summani qaytarish masalasi chiqadi. Shuning uchun o'zgarish bo'lsa, idoraga o'zingiz xabar berganingiz xavfsizroq. 4-nozik jihat ro'yxatda turgan odam bilan amalda yashayotgan odam farqi. To'lov tayinlashda ko'p hollarda ro'yxatdagi ma'lumot hisobga olinadi. Siz u bu yerda yashamaydi desangiz ham buni tasdiqlash kerak bo'ladi. Ayniqsa ajrashgan oilalarda, ijarada yashovchilarda, chet elga ishlashga ketganlarda, talabalar boshqa shaharda o'qiyotgan holatlarda bu muammo ko'p chiqadi. Shuning uchun manzil masalasini oldindan tartibga keltiring. Bitta noto'g'ri ro'yxat butun oilaning daromad hisobini o'zgartirib yuborishi mumkin. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam. Qaysi to'lovni olayotganingizni ro'yxat qilib yozing. Masalan, pensiya, nogironlik nafaqasi, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kommunal kompensatsiya, parvarish puli, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi, subsidiya. Har birining yoniga qaysi shart asosida berilgan deb yozing. Agar shartini bilmasangiz, mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, tuman hokimligi yoki xizmat ko'rsatish markazidan so'rang. Ikkinchi qadam. Pasport yoki ID karta, JSS shir, nikoh yoki ajrashish hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, talabalik ma'lumotnomasi, nogironlik bo'yicha xulosa, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekvizitlari. Ish joyidan daromad ma'lumotnomasi, agar ishlamasangiz, bandlik holati bo'yicha ma'lumot, uy-joy yoki ro'yxatga oid ma'lumotlarni bir joyga jamlang. Hujjatlarni telefoningizda rasmga olib qo'ying, lekin asl nusxalarini ham saqlang. Rasm tiniq bo'lsin, burchaklar kesilmasin, ism, familiya va sana o'qiladigan bo'lsin. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. MyBokkov uz orqali ayrim ma'lumotnomalarni olish yoki ko'rish mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida shaxsiy kabinetga kirib, pasport ma'lumotlari, manzil, pensiya yoki ijtimoiy xizmatlarga oid arizalar holatini tekshiring. Agar portal ishlamasa yoki siz foydalana olmasangiz, davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda xodimdan aynan qaysi ma'lumotnoma kerakligini aytib, rasmiy chiqarib berishni so'rang. 4-qadam, mahallaga boring va oila tarkibi, yashash holati. Kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy holat bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini so'rang. Men tavsiya qilaman, og'zak gap bilan cheklanib qolmang. Mening oilam bo'yicha tizimda qaysi ma'lumotlar turibdi? Kimlar ro'yxatda? Qaysi to'lovlar bo'yicha murojaatim bor deb aniq so'rang. Agar xato bo'lsa, darhol tuzatish tartibini so'rang. Kerak bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Arizaning nusxasini yoki ro'yxatdan o'tgan raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Ayniqsa pensiya ustamasi, nogironlik to'lovi, boquvchisini yo'qotganlik puli, parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar bo'lsa, mening to'lovim qaysi hujjat asosida davom etadi? 1 iyulgacha yangilash kerak bo'lgan ma'lumot bormi? deb so'rang. Bu savolni umumiy bermang, aniq bering. Chunki xodim sizning ishingizni ochib ko'rmasa, umumiy javob berishi mumkin. 6-qadam, agar hujjatda xato topsangiz, uni kechiktirmang. Ism, familiya xatosi bo'lsa, pasport bo'limi yoki tegishli idora orqali tuzating. Manzil xatosi bo'lsa,
ro'yxat masalasini hal qiling. Daromad xatosi bo'lsa, ish beruvchi yoki soliq organi bilan aniqlashtiring. Nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa, tibbiy ko'rik va ekspertiza jarayonini oldindan boshlang. Talabalik ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, o'quv muassasasidan yangi sana bilan oling. 7-qadam, hamma topshirgan hujjatingizdan iz qoldiring. Ariza topshirsangiz raqamini oling. Elektron yuborsangiz screenshot qiling. Qog'oz topshirsangiz qabul qilingan sanani yozdiring. Telefon orqali gaplashsangiz qaysi idora, qaysi sana, kim bilan gaplashganingizni yozib qo'ying. Bu mayda ishdek tuyuladi, lekin keyin men topshirganman degan gapni isbotlash kerak bo'lsa. Aynan shu dalillar yordam beradi. Men yana bir narsa alohida ta'kidlayman. Hech kimga pul berib ma'lumotnoma chiqarib beraman. To'lovingizni uzaytirib beraman, bazaga kiritib qo'yaman degan gaplarga ishonmang. Rasmiy hujjat faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, portal yoki vakolatli tashkilot orqali olinadi. Firibgarlar aynan shunday muddat yaqinlashgan paytda odamlarning qo'rquvidan foydalanadi. Agar kimdir sizdan karta raqami, SMS kodi, pasport nusxasi va pul so'rasa juda ehtiyot bo'ling. SMS kodni hech kimga bermang. Xulosa qilib aytsam, 1 iyulgacha eng muhim vazifa shuki, oila tarkibi va yashash joyi ma'lumotini tekshiring. Daromad ma'lumotlarini tartibga keltiring. Pensiya yoki nafaqa miqdori bo'yicha rasmiy ma'lumotni oling. Imtiyozli maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarning muddati o'tmaganini aniqlang. Bu 4 yo'nalishdagi ma'lumot to'g'ri bo'lsa, qo'shimcha to'lovlar bo'yicha xavf ancha kamayadi. Agar xato bo'lsa, hozir tuzatgan oson. Muddat o'tgandan keyin esa to'xtagan pulni tiklash, qayta hisoblatish va isbotlash ancha qiyin bo'ladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz qo'shimcha to'lov, nafaqa, subsidiya yoki kompensatsiya olayotgan bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Izohlarda yozing. Siz qaysi hududdansiz va qaysi ma'lumotnomani olishda qiynalyapsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish oilangiz byudjetini saqlab qolishi mumkin.